Assalomu alaykum hammaga. Mana bir mos pristlarni sotdik. Aka qayerdan? Kattaqo'rg'on. Samarqand Kattaqo'rg'ondan. Prist ma'qul bo'ldimi? Ma'qul. Narx-navoni ko'nglingiz to'qmi? Ko'ngildagidek bo'ldimi? Obunachilar, klientlarga nima deysiz? Tavsiya qilasizmi? Shu yo'q nimada? Jomboyga kelveringlar. Jonboy, ha. Jonboy. Mana dokumentlarni qilib berdik nomingizga. Ma'qulmi? Ma'qul. Mana 1.32 2.30 qilib berdik. O'sha yerga olinib qo'yiladigan 15 lik Lacetti balon. Farqli uстановkalar bilan mana Samarqand Kattaqo'rg'onmi? Kattaqo'rg'onga qilib berdik. Ilchalari bor, mana kuzov nomlari ham bor. O'sha yerga olinib qo'yiladigan 1.32 2.30 Shivillerda yasalgan amortizator risol bo'ladi. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa, adres Samarqand Jonboyda. Bu yoqdan kelishi Unzot, Manzot o'tgandan katta trassa bu yoqqa o'tib kelsa Toshkentga o'tib ketadi. Ko'plar narxiga qiziqadi. Narxini 9 million qilib berdik. Farqli uстановkalarni ham qilib berdik. Ma'qulmi aka? Ma'qul aka. Mayli, sog' bo'ling, yo'lingiz bo'lsin. Mana akam bilan kelganlar. 1.32 2.30